hech qachon vinir qo'ydirmang agar stomatologingiz ushbu terminlarni yaxshi bilmasa. Birinchisi smile design, ya'ni bo'lajak tishlaringizni oldindan tabassumingizni dizayni. Ikkinchisi bu shpey va Wilson egirliklar, ya'ni bu egirliklar orqali tishlar qanday joylashadi va qanday yopiladi. Bundan tashqari uchinchisi, ya'ni artikulyatsiya va okklyuziya, ya'ni tishlarni va jag'larni to'g'ri harakatlanishi va o'zaro garmoniyada faoliyat yuritishi. To'rtinchisi, ya'ni sagittal va transversal harakatlar, ya'ni jag'laringizni qanday qilib yangi vinir, yangi tishlarda to'g'ri sinmasdan va jag'larga, mushaklarga to'g'ri bosim tushishini nazorat qilish terminlar. Beshinchisi, bunday holatda eng muhim jihatlardan bittasi bu aynan sentral okklyuziya va sentral munosabat kabi terminlar juda ham muhim hisoblanadi. Va bundan tashqari eng muhim jihatlardan bittasi bu, ya'ni hamma tishlaringiz bir xilda funksional okklyuziyani tiklab berishga qaratilgan bo'ladi. Ya'ni bu harakatlar mushak, bo'g'imlar, mushaklar, tishlar va suyaklarning o'zaro bir-birini garmoniyada ishlashi va keyinchalik tishlaringiz stabil va uzoq xizmat qilishini asoschisi hisoblanadi. Agar yuqorida keltirilgan terminlar yaxshi o'rganilmasa, umuman e'tibor berilmaydigan bo'lsa, bunday holatlarda nimalar kuzatilishi mumkin? Birinchi o'rinda bo'g'imlarda, mushaklarda va tishlaringizda og'riqlar va og'iz bo'shlig'i to'g'ri yopilmasligi. Agar to'g'ri yopilmash natijasida bo'lajak yoki qo'yilgan vinirlaringizga nagruzkalar, ya'ni sinishlar olib kelishi yoki uchishlar bo'lishi. Bundan tashqari eng muhim jihatlardan bittasi boshda, bosh sohalarida, yon, ensa sohalarida og'riqlar paydo bo'lishi va eng og'ir holatlarda esa hattoki qaddi qomatni harakatiga ham yomon ta'sir qilishi mumkin. Balkim hozir vinir qo'ydirishga yoki umuman vinirga ehtiyojingiz yo'qdir, lekin kelajakda mana shunday foydali ma'lumotlarni o'rgangan holatda to'g'ri, sifatli, ishonchli va uzoq muddat xizmat qiladigan nafaqat tabassum, balkim funksional jihatdan juda ham barqaror bo'lgan tishlar vinirlar qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling.